Leksimiz davamlaştırımız hürmetli vatandaşım. Çünkü Amerika Saudi urushi barğansari jiddiyleşti. Mavzula haber 7. ayının 17. günü Germaniya dolqullar dilan qılındı. Haber şu günü ben torbete köçürüldü. Haber mundaq başlandı. Amerika Cungo bundan bir neçe qatim ötközgen Saudi söhbeti mağlubiyet bilen ahırlaştı. Amerika Qo'shma Shtatlar Moliya ministri navbati mundaq ko'rsatdi. 20 davlat guruhi yig'ini mezgilida Jungo amaldorlari bilan uchrashadigan planimiz yo'q. Germaniya matbuoti qiziqarli savol qo'yib, faqat Amerika Jungo davlat rahbarlari ko'rishib, Amerika Jungo o'tirisi qatmanliqni hal qilishi kerakmi? Amerika Moliya Ministrligi 7. ayının 17. günü mundaq ko'rsatdi. 20 davlat guruhi Moliya ministrlari va Markaziy bank boshliqlari 7. ayının 21. günü Argentinada yig'in o'tkazdi. Amerika Moliya ministri Mnuchin bu orliqda Jungo amaldorlari bilan rasmiy suhbat o'tkazish mumkinchiligi yo'q deb ko'rsatdi. Bu amaldor yana mundaq ko'rsatdi. Mnuchin fursat bo'lsa, 20 davlat guruhining gruppalar yig'inida kashlik ziyofatda g'ayri rasmiy so'rinda Jungo amaldorlari bilan Amerika Jungo savdo mojarosini muhokama qilamiz. Muhokama qilinadi. Amerika Moliya ministriga amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Mnuchin Jungo bilan qayta suhbat o'tkazishga tayyorlik qilib qo'ydi, lekin 20 davlat guruhi Moliya ministrlari yig'inida ikki taraf suhbati o'rinlashtirilmaydi va kelishim hosil qilinmaydi. Amerika simliq televiziya CNN burunqi xabarlarga asoslanganda Mnuchin 12. gün Avam palatasi pul muomala komiteti tashkillagan bir qatimliq guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning savdo suhbati asosan gumron bo'ldi. Diqqat vatandosh. Amerika bilan Jungoning savdo suhbati asosan gumron bo'ldi. Agar Beijing qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishni xohlaydi ekan, Amerika hukumati har qanday vaqtda Jungo bilan savdo suhbati elib berishga tayyor. Bu bir jumlaga diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Nima deydi? Amerika bilan Jungoning savdo suhbati asosan gumron bo'ldi. Agar Beijing qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishni xohlaydi ekan, Amerika hukumati har qanday vaqtda Jungo bilan savdo suhbati elib berishga tayyor. Qurilma xarakterlik suhbat deganda kechiring vatandoshim, bir davlatning qurilmasi nima? Bu og'ir savol. Endi yig'ib ekilib tushundirsak, bir davlatning qurilmasi ikki hodisadan tashkil topadi. Biri siyosat, yana biri iqtisod. Endi bu yer o'tirib qo'yilayotgan shart, agar Jungo qurilma xarakterlik o'zgarishni xohlasa, o'zgartishni xohlasa, Amerika hukumati har qanday vaqtda Jungo bilan suhbat elib berishga tayyor. Demak, bu qurilmaning ikki tarafi, ya'ni siyosat, iqtisod. Sen iqtisod sohasida qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishing kerak. O'xshashda siyosat sohasida qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishing kerak. Shu vaqtda biz sen bilan suhbat o'tkazishga tayyor. Gap açık yerden keldi, gap açık yerge bir taqashdi, vatandaşım açık yerge bir taqashdi. Gördünüz mü? Rossiyada qayta qurish islohot avval siyosat sohasidan boshlandı. Oxirgi natija ana shundoq oxirlashdi, tarixda shundoq oxirlashdi. Jungo siyosatga chaqilmadi, chunki qo'qiliga yeri bor. O'g'irning yuriga pok. Qo'qiliga yeri bor. O siyosatdan boshlamadı. Jungo iqtisoddan boshladi. Shu orqali Jungo fuqarolarini aldamoqchi bo'ldi. Endi masalalarga taqashdi. Marhamat, Amerika sen bilan suhbat o'tkazishga tayyor, lekin shart qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishing kerak.
Germaniya dolqunları maqalası mındaq görsətdi. Cüngü tərəfdən aytqanda Muavin vəziri Lixa vəkilligidəki söhbət vəkillər ümumi savdo-talaş tartışları besiq duralmay, taşqı dünyada kişilər Wang Qishan qatan o'ttirg'i chiqib o't o'chiriz deb qiziqmoqda. Yoki Xi Jinping o'zi bevosita o'ttirg'i chiqib Zhongshan shirkatini qutqizib qolganda yana bir qatam bevosita o'ttirg'i chiqamdi. Amerika bilan Jungo allaqachon o'zaro 34 milliard dollarlik tovar mallarga boj qo'yishni ishga oshirdi. Prezident Trump aqli mulk huquqiga ishlatgan qiliqlarni yuqori fan texnika qo'shimcha pul qo'shib berish planini agar Jungo o'zgartmaydi ekan, Amerika 500 milliard dollardan ortiq Jungo tovarlar tamojna beji qo'ydi dedi. Bu san Jungodan import qilingan barliq tovar mallarni o'z ichiga oladi. Biz o'tganlikimiz so'zlagan qo'y. Amerika Jungo savdo urushi o'zliksiz jiddiylashmoqda. İki davlatlar xalqlar o'rtasida buning inkaslar, ikki davlat xalqlar o'rtasida buning inkaslar o'tirg'i chiqishi boshlandi. Pul muomala gazetining 6-oyning 27-kuniga g'oy sinashiga asoslanganda Jungoda iste'molchilar savdo urushi yuz berganda Amerika tovarlarini boykot qilish yuz beramdi deb tekshirilganda Jungoda 300 shaharda 2000 dan ortiq kishini ziyorat qilinganda 54% kishilar mumkin cho'qim Amerika tovarlarini boykot qilamiz. Demak, sizning Amerika qarshi turishingiz, savdo urushi qarshi turishingiz, savdo sohasida Amerika taqobil turishingiz, fuqarolarni boykot qilishga chaqirish bilan boshlangan bo'lsa, Jungo xatarli yo'lga kirib qolasiz deyman. Gerçi Jungo hukumati o'tmishda bir qancha qatim Koreya, Yaponiya tovarlarini boykot qilish harakati qo'zg'agan bo'lsa-mu, ular kichik gap. Siz Yaponiya tovarlarini boykot qilish, Koreya tovarlarini boykot qilish bu kichik gap. Har qanday davlatlar xalqaro jamiyat tutgan o'rni bo'ladi. Jungolik apandi, sizning o'rningiz va Koreyaning o'rni va Yaponiyaning o'rni va xalqaro jamiyatda Amerikaning o'rni qanday o'rin? Buni bilalaysiz. Siz boykot qiling. Vaqtida avarchilik o'zingiz tepib olgan bo'lasiz Jungo hukumati. Lekin Jungo hozirgacha taqa fuqarolarga qo'zg'atish, Amerika tovarlarini boykot qilish to'g'risida qo'zg'atish xarakterli harakat boshlamadi.